Assalomu alaykum hurmatli Ravenshow podpисчиklari. Sizlarga bugun do'konimizdagi bor Skechers modellarini obzor qilib beraman. Faqatgina bizda kojni oyoq kiyimlar emas, hamda ayollarimiz qulayligi uchun Skechers modellarini ham olib kelib qo'yganmiz. Hozir sizlarga borlarini ko'rsatib beraman, razmerlari, narxlari bilan tanishtirib beraman. Albatta like hamda podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qani katta yo'nda. Mana hurmatli obunachilarimiz, sizlarga aytgan Skechers modellarimiz shu bo'ladi. Xohlasanglar orqasi ochig'i, yopiq variantlarimiz ham nalichida bor. Bizning bozorimizda ikki xil variant Skecherslar sotiladi. O'zbekiston ishlab chiqarish, Xitoy fabrichniy bo'ladi. Bular eslatib o'taman, bular original emas. To'g'risi aytaman, bu original podilka deyman. Bu birga bir luks kopiyasi, yaxshi varianti. Originali faqatgina o'sha butiklardagi shaharda Skechers magazinlar bo'ladi. $100 turadi originali. Bu ham birga bir luks kopiya Xitoyniki, yaxshisi. O'zbekistonniki silikon, oyoq hidida degan variant emas. O'zimiz ham kiydik, sinovdan o'tgan variant. Qaranglar, mana bunaqa rasvetkalari bor. Bordoviy, bejviy, mana bu yumshoq modellari ham bor. Mana orqasi yumshoq ushlab turadigan, mahkam ushlab turadigan rasvetkalarga bitta e'tibor berasizlar. Oqidan qorasidan deysizlarmi? Eng yaxshi sotayotgan rasvetkamiz mana shu bo'ladi. Neytral rang, ya'ni qora kiyimlar bilan ham ketadi. Svetli kiyimlar bilan ham yaxshi ketadi. Mana shu rangni yaxshi sotyapmiz. Lekin mana bu rangimiz ham trendga chiqdi. Qora deb qora ham emas, korechnevidan ham to'qrog'i. Qaranglar. Rosa chiroyli. Yengilgina. Buni kiygan odamlar ishoninglar, har xil ranglardan ham kiyib ko'rishyapti. Buni kiygandan keyin boshqa oyoq kiyimni eng yomon tomoni, boshqa oyoq kiyimni kiyish qiyin bo'lib qolar ekan. Buni yengilligiga, buni qulayligiga odam o'rganib qoladi. Boshqa kojani, misol uchun kabluk kiyishga qiynalib qolasizda. Buni kiygandan keyin udobstvoyi vashcha zo'r. Keyin umriga bo'ladiganlar bitta orqasi yopig'i, bitta orqasi ochig'idan olishyapti. Mana qaranglar, bular ham Xitoyniki. Mana 3 ta varianti bor. Xolislik, gipyurli varianti ham bor mana. Lekin loshkali variant bor. Mana gipyurli, loshkali variant, qorasidan deysizlarmi? Temno-siniy, bejviy, mana shu rasvet. Buni qulayligi orqasi loshkali bo'lganligi uchun ham kiyib hech qachon qiynalmaysiz. Shuni engashib o'tirmaysizlar. Bemalol kiyaverasizlar. Razmer 36 dan 40 gacha bo'ladi. Bularni ham o'zi 300 ming so'mdan sotyapmiz bo'lishi, men obunachilarimga bularni ham, men tepadagilarni ham 280 ming so'm qilib bera olaman, qizijo'lar. Razmeriga tushadi. Buni tomoni oyoq tanlaydi. Kimgadir yaxshi tushadi, kimdir mazza qilib kiydim deydi. Bir xil klientlar keladi, men kiyolmadim, men bu joyi, hozir mana bu joyi anaqa oldinga itaradi oyog'ini, men bu oyog'ingiz orqasini ortib qo'yishim mumkin. Oyoq tanlaydi. Buni обязательно lekin kiyib ko'rishingiz kerak. Kiyib ko'rib olganingiz yaxshi. Shuning uchun ham bitta yomon tomoni ham aytib qo'yaman. Lekin buni ham yengilligi, qulayligi yaxshi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Albatta like, podpiska tugmani bosib qo'yinglar qizajonlar. Do'konimizni bilasizlar, Abdusaxiy gipermarket podvali 85-do'kon. Dona xarid qilasizlar qizlar. Soat 10 dan ochilamiz, 10 dan 5 gacha. Ertalab soat 4 dan azondan 9 gacha bizda optim bo'ladi. Faqatgina oyoq kiyim sotiladi. Bilasizlar, hozircha sog' omon bo'linglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishaylik inshaalloh.